Har bir inson ochilmagan noyob qirralar bulog'i. Ba'zan kishi nelarga qodir ekanligini o'zi ham tasavvur eta olmaydi. Qachondir kimdir yoki biron voqea turtki bo'ladi-yu, inson o'zidagi iqtidorni kashf etadi. Shundan so'ng hayot nurga to'ladi. Negaki kishi o'zidagi salohiyatni yuzaga chiqarmaguncha yashayotgan jamiyatda qadr-qimmat topa olmaydi. Unga qadar kishi shunchaki bir odam hisoblanadi. Shu bois har bir inson, ayniqsa yosh yigit-qizlar tezroq o'zlaridagi iqtidorini namoyon etishni istashardi. Qadrim asari o'zidagi iste'dodni yuzaga chiqara olmayotgan yoshlarimiz uchun misol yo'lchi yulduz bo'la oladi degan umiddamiz. Ishoning, siz o'zingiz kutgandan ham ortiqroq noyob qirralarga egasiz. Aziz kitobsevarlar, ushbu kitobni Samarqand tuman axborot kutubxona markazidan olib o'qishingizni tavsiya etib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.